qoladi. Bu ham 60% buzdimi? Belgilaysiz. MFG hududiga kelgandan keyin oddiy razvorotli matrisa dushanba kuni yana bitta bay olasizlar. Demak, o'zi bay zonada turibdi buni ham qarasak. Demak, 1 soatlik time frame ga qaytasiz, Ctrl B ni bosing. B, Ctrl B. Ctrl A удалить. Ctrl A. Удалить. Закрыть. Demak, 1 soatlik time frame ga o'zgartiring. 1 soatlik time frame ga o'zgartirganingizdan keyin 60 ta xuddi shunday holatlar. Даже mana bu holat 60 ga qarasangiz, shu yerda ham 4 ta sham ishlasangiz, bari fiksatsiya bo'lgan. Qonun qilib olishlaringiz kerak, bir xil ochib baribir garant manbaga keladi deymiz-ku. Biz 4 ta sham desak bo'ladi yoki boyna aytgandek lo'l hududida desak bo'ladi va hokazo. Va trend o'suvchi bo'lganligi uchun ishlatmagan bo'ladi va ketdi. Trend proboy bo'ldi, yopdi, oldingiz sirazu qaytganda bu shakllanmadi, kun yakunlanib qolganda o'ringa keldi. Ya'ni 22:00 dan keyin men holat bersam bitim ochmayman. 22:00 bo'ladi har kuni mana amerikanskiy fond birjasi lanchga chiqadigan vaqtdan keyin men holat bersam zilka ochmayman. Bo'ldi, kerak emas, u vaqtimizni oladi. Keyingi 4 soatlaydigan vaqtgacha bozor yopilib qoladi. Ertangi kun ochilib ketadi. Ertangi kunga holat qidiraman. Bu narsani o'zingizga belgilang. Demak, bu o'sha vaqtda keldi, men g'oyatmen qildim. 3 ta sham yoki trend buzilishi desangiz, buzdimi? Keyingi kun holat berish. Aslida yangilandi, MFG dan kirib ketyapmiz. Demak, xuddi shunday qilib ishlab ketaversak bo'ladi. Demak, ko'rsatsak bundan juda ham ko'p misollar ko'rib chiqib ketaveramiz. Asosiy Ctrl Y da bosganda beradigan fokuslaringiz oldingi 2 kundagi maksimum minimumlari bo'lishi kerak. Ya'ni siz mana bu kun ishlamoqchi bo'lsangiz, belgilab qo'ygan zonangiz bu, belgilab qo'ygan zonangiz bu. Xabar ishlab ketaverasizlar. Minimumingiz bu. Ertangi kunga yangi ideya qilmoqchi bo'lsanglar, mana bunaqa trend tortasizlar. Ctrl bilan kopirovka qilib bitta shu narsani tortib bering. 16-oktyabr bilan 17-oktyabr minimumini Mana buni? Yo'q, trend valyuta bering menga. Mana nima qildimmi? Bering. Tak, mana minimumdan klassik trend. Ctrl bosib oling. Bizni kontrol ichida. Mana. O'zi avtomatik tarzda o'zgartirish shart emas, ko'rdingizmi? Demak, oddiy 2 kunlik minimal trend vaqtini belgilab olsangiz, maksimumga o'zi avtomatik tarzda tushdi. Siz ertangi ideyangiz, biz MFG zonani topib oldik 30 minutlikda, to'g'rimi? Откатный variant qilganda buy pozitsiya kirasizlar. Muhitlaringiz aniq. Уровень yangilanganda nima tashab ketgan? MFG tashab ketgan. Ya'ni mana buy zona 4224 deylik yoki sell zona 4294-95 atroflarida holat qidirasizlar. Demak, oddiy klassik holat bilan endi bizda o'qilish uchun uslubimiz qoladi. O'sha narsani belgilab kutib o'tiraveramiz. Bu holatda ham xuddi shunday bo'ldi. Demak, ideya shunday bo'ladi. Demak, period bilan ishlash o'rnida 4 soatlikka ham o'ting, для интереса. 4 soatlikka ham o'tdingiz. 4 soatlikda ham xuddi shunday 1 soatlikdagi qilgan narsalaringiz. Faqat hafta davomida fokusim qayda bo'lishi kerak. Tushundinglarmi? Bilganlar uchun, bilmaganlar uchun agar qabul qilsangiz interesli narsa bo'lib qoladi. Hafta davomida narx qayerga ketishi, o'tgan oldingi oy hozirgi o'suvchi tendensiya sifatida ko'rsak, qoldirib ketgan maksimum belgilab olasizlar. Belgilang, minimumda qoldirib ketgan maksimum belgilab olasizlar. Buzilib yopildi sham, avtomatik tarzda fokusingiz qayerga bo'ladi? Любой откатlarda buyga bo'ladi. Keyingisini ham maksimum belgilab olasizlar. 4 soatlikda. Buni tradingda bunday qilib ko'rsatmaydi, shuning uchun to'g'ri qo'ying tepaga. Aha. 2 marta bosasiz. Bunga ham tepadagisi ham. Tepa zilyonaga.
Ha, shunday, все. Короче, tushundinglar, pastroq tushiring. Ha, все. Reaksiya zonasi bo'lyapti. Ya'ni fokus oqib ketyapti. Men MFG hosil qildi, selga kiraman desanglar, qaysi hududlarda kirish mumkin bo'lmaganligini o'zingizlar ham bilib oling. Ya'ni bu yerda ham MFG hududni belgilasangiz, baribir nimadir shakllansa kirgan bo'ladingiz-da. Lekin 4 soatlik time frame hozirgi kunga kelib, bunisiga ham qo'ying. Bunisiga ham qo'ying. Mana, keyingisiga ham qo'ying. Bo'ldi, ketaveryapti. Polni hafta davomida qayerda fokussiz bo'lishi aniq bo'lgan. Demak, keyingi hafta ishlaydigan hudud maksimum tepadami? Bemalol orada bitta sell qilib, hali sellga pozitsiyani davom etsa bo'ladi. Uzoq muddatli selldan unutinglar. Albatta, biz hozir nechta krupniy davlatlar tilla sotib olyapti va hokazo narsalar bo'lyapti. Biz hali o'sib ketaveramiz. Biz 4300 da tursak, 4500, 4700, 5200 larni ham ko'ramiz. Shuning uchun uzoq muddatli fokus sellda bo'lmasa hech kimda tillarda ishlash. Demak, bu period bilan ishlash texnikasi edi. Endi vaqtlar oralig'ida tushunchasi bor. Например, e'tibor bergan bo'lsangiz, kasanya haftaning 4 soatlik-ku boshrog'ida bo'ldi, to'g'rimi? Va razvorotli modellar hosil qildi, atkat keldi. Bu ham haftaning boshrog'ida bemalol pozitsiya. Ya'ni o'sha krupniy treyderda yurgan izini topib olasizlar va narx ketdi. Demak, savollar bormi? Narsalar hammasi Telegram gruppalarmi yoki YouTube Bu yerda hozir YouTube'da yo'qroq ma'lumotlar berdi. Keyin o'zi bu dars ham qo'yiladi. Undan keyin bundan ham ko'proq ma'lumot bo'ladi. Bor. Telegramda ham bor, YouTube'da ham bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Rahmat. Savol bor edi. Bemalol, assalomu alaykum. Narsalarimiz. Bitcoin'da qanday bo'ladi? Bitcoin instrument tanlamaydi. Bitcoin'da ham yaxshi ishlab beradi. Faqat mana shu qanday kitobiy nazariyada o'rganisizki, xuddi shu texnikani ishlatishingiz kerak. Определённый любой holatda Bitcoin kaprizniy bilasizlar. Bitcoin'da juma kuni bozor bizada forex birjasi yopilgandan keyin shanba kuni sразу kirishga harakat qilmaylar. Tasavvur qilinglar, hamma ketyapti u yerga. O'shanda bunda maksimum yangilanganda 30 minutlik time frame'da ishlatsanglar bo'ladi. Естественно ishlaydi. Time frame va instrument tanlamaydi bu uslublar. Shu uchun men bu uslublarni ommaga taqdim etishga nima qildim. Bepul, hamma narsa tekin. Ertaga YouTube'da ham xuddi shunday ma'lumotlar berilaveradi. O'zimiz ishlatadigan strategiyalar, hech qanaqa kursim yo'q meni va hokazo. Hammasini tekin taqdim etaman. Glavosi hamkasblar daromad qilsin. Demak, tugat ekanmiz. Bu yerda o'zim yozib qo'yganman. Sohani yaxshi ko'rib, bozor muhitini, protsessni, qanday proses ketyapti, mana qiziqish bildiryaptilar akam yoki va hokazolar. Hamma qiziqish bildiryapsizlar-ku. Protsessiga qiziqsanglar, o'zi sirlarni aytish boshlaydi bozor. Men bu narsani o'zimda ko'rganman-da. Agarda sразу bo'ynakiday 88-betda ochib so'qqa qilaman deb kirgan bo'lsak, bozor hamma siri uzoqlashib ketaverar ekan. Boshlaganda 2 yil xuddi shunday bo'lgan-manda. Fokus asosan birdan daromad qilish bo'lgan. Adashib risk qilib o'rganman. Demak, bugungi tushuntiradigan narsalarim shular bo'ldi. Qisqa tushuntirdim. Savolni to'g'risi Telegramda ham, Instagramda ham har doim hammaga javob berib kelganman. Shundan keyin ham bemalol savollaringizga javob beraveraman. Va'da qilganimdek, bu haftadan YouTube kanalimda darsliklar davom etib ketaveradi. Xuddi shu tarzda live qilamiz, kirganlar ko'rib qoladi. Iloji boricha zapis ham qilamiz. Savollar bormi yana? O'tilgan narsalar tushunarli bo'ldimi? Demak, hammaga rahmat. Kelganlar uchun. Rahmat. Keyingi seminarlarda bundan ham qiziq bo'lib qoladi agar